Bizni o'zbek qizlari shu darajada sabrli, shu darajada matonatli va mana shu ruhiy kasal eri bilan yashaydi. Boqimanda eri bilan yashaydi. Pianista eri bilan yashaydi. U yig'lasa u bilan qo'shilib yig'laydi, uni har qanday axloqsizlariga chidaydi, yashaydi-da. Lekin ayol kishini bir donagina kamchiligi bo'lsin, bir donagina kamchiligini eri ham ko'tara olmaydi, qaynonasi ham ko'tara olmaydi, jamiyat ham ko'tara olmaydi. Unga javob berish kerak, bu yaxshi ayol emas deb qaraladi. Lekin erkak kishining axloqsizliklari bilan yashayotgan qancha ayollar bor? Shu narsaga ko'nikib yashayotgan qancha o'zbek ayollari bor? Sabrga teng keladigan darajada o'zbek ayollari bor va bunga tabiiy qaraladi. Ayol kishi bo'lgandan keyin yashaydi-da deb qaraladi. Lekin erkak kishi matonatli, birorta ruhiy kasal ayol bilan yashagan erkakni hali ko'rmadim. Lekin menda shunaqa tanishlarim bor, ruhiy kasal erini 10 yillab, 20 yillab o'shandan farzand ko'rib, oq yuvib, oq tarab nima desa xo'p deb yashayapti. Lekin qadri yo'q o'sha ayollarda. Shu ayollarning oilada qadri yo'q, lekin bularni qadrlash kerak.